Assalomu alaykum. O'z kanalining hurmatli kuzatuvchilari, mol qo'y chorvash qozlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sanamiz 20-yanvar 2026-yil. Samarqand viloyati Pazdorg'om, yana o'zimizda Kerfilm mahallasidan sotiladigan dehqonlardan hurmatli kuzatuvchilar, Nurbek akamizni o'zini sigirlari nasib bo'lsa YouTube ijtimoiy tarmoqlarga chiqyapti. Ko'ringizlar hurmatli kuzatuvchilar, albatta kelishadigan joylari bor. Layklar juda ham kam bo'lyapti deganlar. Ayamasdan akalar, layklar sizlarga ham pul bermaydi, menga ham. Faqat ko'proq insonlar ko'rish uchun akalar layklarga umratib qo'yamiz va shunaqangi yetik bo'g'oz qidirib yurgan akalarimizga, ukalarimizga yuborib qo'yishni unutmaymiz deganlar. Ammo akalar boshladi deganlar. Bismillahirrohmanirrohim deb Nurbekjon zo'rmisan? Assalomu alaykum, Ulg'am aka, charchamayapsizmi? Kayfiyatlar zo'rmi? Yaxshi, rahmat aka. O'zingiz Bugun necha bosh? Bugun 2 bosh aka. Nasib bo'lsa, birinchi qoringa, nechinchi qoringa sigirimiz? Birinchi qoringa va ikkinchi qorin. Bu ikkinchi qorin, ha, sigirimiz. Anaka. Necha oylikdan bo'g'oz sir bo'lmasa? Bularmi aka? Bularni iyinda bittasi mana o'zi 15 da qochgan. Tonamiz. Birinchi oydan. Aha. Sigir 25 da 10 kunlik farqi bor ekan. 10 kunlik. Nasib bo'lsa endi martdan boshlab Bittasi martda 25-20lar atuvadi, bunisi aprelga o'tib tuvadi. Aprelga o'tar o'tmas tuvadi, ha, buni ikkinchi qoringa sigirimiz. Anaka jiga. Tishlari zo'rmi Nurbek? Ko'rsatamiz ham. Anaka. Akalar, mana bunimiz birinchi qoringa deyilyapti. Birinchi qoringa g'inojinimiz deganlar, mana. Jaydari sigir, jaydari g'inojin. Yo'g'oshmi? Ularni ham ko'rsatavering. Anaka. Yo'g'oshlari zo'r deyilyapti akalar. O'zim ham akalar mana. Ko'rsatadi ham. Anaka. Tos. Anakilar indamay turibdi mana yilinchalar. 4 ta yilin 4 tarafga indamay turadigan haqiqatdan ham rost ekan jigarlar. Ijtimoiy shu Jaydaris g'inojin. Jaydar ikkoyim. Bunimizchi yoshlar qanday? Bu gitak pagarraqtib. Ha. Buni aka. Va ikkinchi tuvush. Aha. O'zimda siyirim. Sovib ko'rganman. Sovib ko'rgansiz qancha 8tasi aniq. 8tasiga aniq. Bularga yolg'on gapirib nima qiladi? Shunday. 10tasi aniq. 8tasi aniq. 8tasiga aniq deyilyapti jigarlar. Mana ovlari nasib bo'lsa martdan Ikkalarni hammasi ishlaydi, ko'rib oladi. 4 ta yiliniga javob, ha? Bari ishlaydi. 4 ta yiliniga bariga javob deyilyapti akalar mana. Yana boya bu to'q vaziyat sotib berdi, bu ishlamaydi deganlarga u bunday emas aka. Shunday. Garantiyasi bor tug'uncha. Garantiyasi bor, tug'uncha. Tug'ib, sog'ib, Sog'ib, keyin telefon qilaverasizlar. Aka, mol yaxshi chiqdi, rahmat deb qo'ysalarsiz bo'ldi akalar, telefon qilib. 4 ta yiliniga javob, ikkinchi qoringa 8 oylik dedikmi endi? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz sigirimiz deganlar. Shunaqangi bo'g'oz sigir qidirib yurgan akalarimizga yetik bo'g'oz sira-sirasi bog'lanamiz. Bunimiz necha oylik dedik? Bu ham 8 oylik. Bu ham 8 oylik, ha? Birinchi qorin, bu ham 8 oylik ekan. Bu ham yo'shgina. Nurbekjon, bunday qilamiz endi. Sigirlarni, g'inojinni ma'lumotlarini berdik. Qo'ldan kelgancha endi. Shu jaydari mollarimiz. Bitta tishini ko'rsataylik mana bu. Hali boshladi. Shuni esdan chiqib ketmagan bitta tishini ham ko'rsataylik. Endi bunimiz yosh akalar, mana bu yosh. Buni tishini ko'rsatgan foydasi yo'q endi. Biladi. Uni biladi. Endi akalar tishini ham ko'rsataylik. Ilhom aka ko'rsatmasiz tishini. Deyotganlarga nasib bo'lsa, tishlari zo'r akalar, mana tishlar. Nurbek endi bunday qilamiz. Ya jupiga qo'y. Bir joyga bitta odam olsin, maza qilsin. Xohlasang yakka-yakkaga aytamiz. Qarang aka. Jipiga bo'layotgan bo'lsa 40 million jipiga bo'layotganmiz. Aha. Savdosi bor. 40 million so'm savdosi bor. Yakkaga bo'lsa aka bunisi 24 berdim, bunisiga 20 million. Ya mana sal kelishdir, g'inojin Nurbek. Yo'q. Ya qimmat qo'yding, 20 million. Men o'zim oladigan bo'lsam 20 million olmayman-da, 20 millionga pisib qo'ysam balon sigir beradi-da Nurbek. Sal bir insof bilan ayt mana shu g'inojinni. Bo'ldi 19 savdosi bering. 18 qo'ying shunga. Nurbek. Dangalda. So'rab garan qiladi-da, mayli endi nima deyish. 18 million so'm kami bor bunimiz akalar. Sizlar uchun kelishtirib akalar, men butun Nurbek bilan kelishib olib, narx qo'yganim yo'q akalar. Men o'zim realni, men tepamda xida bor akalar, real savdo qilyapman.
Nurbek bunimizni necha pul qilib beramiz? 24 million qo'yding, buni ham sal kelishtirib ayt Nurbek. Ya bu seyirde o'zi kelib ko'rsam, uni hozir so'rovchisi ko'p aka. So'rovchisi ko'pmi buni? Ya oz bo'l, sal kelishtirib ayt. O'zda aka, savdosi bor lekin o'ylanmay. 500 ming o'tib berasanmi? Savdosi qilib berasanmi? 24 million so'mdan 500 ming o'tmaydi xizmatimga. Bo'ldi aka. 500 ming o'tdingmi? Akalar, 24 million so'm narx qo'yuvdi. 23 million 500 ming so'm savdosi bormi shunda ham? Bor. Telefon qilib ko'rasiz akalar, buni hozir ham klienti bor ekan, ishqivozi bor ekan bu sigirga. Yilliga nima tug'ib beryapti, sir bo'lmasa Nurbek? Bultir irg'ash tug'an, beyil endi o'kizdi ana. Endi avvalo xudo. Shunday. Avvalo xudo, endi ichidagi garantiya yo'q akalar. Endi novvos deb novvos tug'ib bo'lmaydi. Ichida endi yo g'inoji yo nima bo'lsa ham xursand qiladi olgan odam. Shunday. Hurmatli kuzatuvchilar, realni kelsin, ko'rsin deyapti molni, lekin mol yaxshi ekan. Shu yut ola, o'zimizni jaydar yaxshi paroda sigirlarimiz. Mana akalar, bir joyga nasib bo'lsa savdolarni qilib berar ekan Nurbek akamiz, Samarqand viloyati Pazdarg'om, yana o'zimizni Kerbilim mahallasidan. Nurbek, ochiqcha so'rayman, men dashirmayman. Tirikchilikmi yo dehqonchilikmi? Dehqonchilik, ha? O'zini mollari ekan akalar, olib sotaramiz. Olib sotar bo'lganda aytaydi, aka, tirikchilik deb aytaydi. O'zini mollari ekan jigarlar. Mana. Xohlasangiz aloqa chiqaveringizlar. Mana shu ikkita bug'oz 8 oylikdan ikkovsi ham bug'oz ekan akalar. Bunisi akalar molimiz zo'r. Bu ham zo'r akalar. Birinchi qoringa. Nasib bo'lsa bitta olgan odam akalar jupiga olib qo'yingizlar. Maza qilasizlar nasib bo'lsa. Ikkovsi ham tug'ib beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, albatta arzimagan mehnatimizga layklarni unutmaymiz. Ilhom bo'lsa nasib bo'lsa akalar gumburlataman bundan buyog'i. Bug'oz aytganman akalar. Bug'oz hammasini chiqaradi. Faqat mana shu laykni bosishni unutmaymiz deganlar mehnatimizga. Hurmating bilan videolarimiz qisqacha tayyorladik. Kunimiz pagodamiz akalar minusga o'tib ketdi. Shuning uchun o'ronibgina yuribman akalar. Layklarni unutmaymiz. Shunaqangi yetuk bug'oz qidirib yurgan akalarimizga podelisk qilib yuborib qo'ying. Ko'rsin, ma'qul bo'lsa, pastdagi ekranlarda Nurbek akamizning telefon nomerlari bo'ladi akalar. Shunaqangi mol, qo'y, ot, qo'chqor, qo'y sotmoqchi bo'ladigan bo'lsalaringiz, reklama xizmatlarimiz bor. Tepada o'zim telefon nomerimni qoldirib o'tib ketaman. Albatta bog'lansalaringiz, kelishilgan holatda 12 ta viloyatga dastlabkalarimiz bor. O'zimiz borib, o'zimiz qo'yib beramiz akalar. Jonlaringizni asrangizlar, sog' salomat bo'lasizlar akalar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar akalar.